Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 1-maydan 4-mayga qadar ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 1-mayda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatiladi. 2-dan 4-maygacha yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 1-mayda 20-25 daraja, 2-mayda 23-28 daraja, 3 va 4-mayda 27-32 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatiladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 1-mayda 15-20 metr/sekund tezlikkacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat 1-mayda kechasi 15-20 darajalik, kunduzi 20-25 darajalik. 2-mayda kechasi 15-20 darajalik, kunduzi 23-28 darajalik. 3-mayda kechasi 13-18 darajalik, kunduzi 23-28 darajalik. 4-mayda kechasi 13-18 darajalik, kunduzi 25-30 darajalik bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatiladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 1-mayda ayrim joylarda 15-20 metr/sekund tezlikkacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat 1-mayda kechasi 15-20 darajalik, kunduzi 28-33 darajalik. 2-3-mayda kechasi 15-20 darajalik, kunduzi 20-25 darajalik. 4-mayda kechasi 13-18 darajalik, kunduzi 22-27 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatiladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 1-mayda 15-20 metr/sekund tezlikkacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat 1-2-mayda kechasi 17-22 darajalik, kunduzi 24-29 darajalik. 3-mayda kechasi 14-19 darajalik, kunduzi 24-29 darajalik. 4-mayda kechasi 14-19 darajalik, kunduzi 28-33 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatiladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 1-mayda 15-20 darajalik, kunduzi 25-30 darajalik. 2-3-mayda kechasi 15-20 darajalik, kunduzi 20-25 darajalik. 4-mayda kechasi 13-18 darajalik, kunduzi 20-25 darajalik bo'ladi. Respublikaning tog'olli va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatiladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 17-12 darajalik, kunduzi 1-mayda 17-22 darajalik, 2-mayda 15-20 darajalik, 3-4-mayda 12-17 darajalik bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.